Uzoq so'ralgan o'yin eng haqqoniy hakam uchun. Braziliyaga qarshi O'zbekiston. O'zbeklar aytdi, "Roro" dedi, "Biz oddiy to'pda o'ynay olmaymiz" dedi. "Davay Braziliya bilan tennis to'pda o'ynaymiz" dedi. "Davay Eldor aka, bosing aka. Chotdan gol uraman qildingiz-ku, qani bosing." Ketdi o'yin, ketdi. Tennis to'pda yirtamiz dedi-yu. Qani. Cholding, haromi, cholding. Tur, senga qiziq. Chiqib ket, yo'qol. O'zi yaxmayat o'dapding, yo'qol, chiqib ket. Nima bu turish bu? Nima bu turish? Tepsin, maylimi? Jonli devor nima kerak bu yerga? Ana, qapishtirdi. O'la qapishding. Ketdi. Tennis to'pda o'ynayapti. Nicho'si bu? Salqo Varatal nima u? Panter emasmi Varatal? Varatalga qizil beramiz o. O'ng tomondan 9-raqamli futbolistimiz harakat qilishni boshlayapti. Dribling bilan. Varatal to'sib, qanot to'sding sen, ey? Mushi emasmi? Yiling seni? Yil. Yo,